O'sha bilamiz, bolalarni chaqaloqlik paytida xatna qildirsa bo'ladimi? Misol uchun 4 kunlik, 5 kunlik, 1 haftalik vaqtlarda. 4 kunlik, 5 kunlikni ham qilsa bo'ladi. Misol uchun raddomda Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'p joylarda 1 oy davomida qilishadi. Agar bolada qanaqadir bir qiyinchilik boshida ko'rilsa, ko'r cho'choqligi misol uchun o'sha uchida qiynalayotgani birinchi kunlarda bilinsa, uni 4-5-kunda ham qilsa bo'ladi. Biz misol uchun 3 kunlikni ham qilganmiz. Yangi tug'ilganda ham qilaveraman. Lekin amaliyotda 7 kunga to'lishi bu bola yana ham quvvatga kirib, yaxshi holatda bo'lishi. Misol uchun boshqa din va millatlarda ham 8-kuni qilish urf-odat darajasida, hattoki dinida yozilgan. Bizda ham misol uchun o'sha 14 asr oldin cho'l sharoitida bunaqa zamonaviy narsalar bo'lmagan holatda ham 7 kunga to'lgan chaqaloqlarni qilishgan. O'shaning uchun yana ham yaxshi hisoblanadi. Agar bola aytaylik nimjon tug'ilgan, sariqligi bo'lgan, bir nima deydi, hali sog'lom bo'lmagan bo'lsa, unda keyinga qoldirish kerak, 40 kunlikka qoldirish kerak. Agar bola sog'lom bo'lsa, 3 kilodan yuqori vazn bilan tug'ilgan bo'lsa, unda 7 kunligidan qilsa bo'ladi.